Bu kontur Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi O'rta Obro mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 487-konturdagi umumiy yer maydoni 10 gektardan iborat bo'lgan. Uzunligi 384 va 336 metr kvadratlarni o'z ichiga olgan yer maydonida kartoshka hosili ekilgan. Bu yerdagi ekinlar hozirgi kunda 20 kun muddat ichida tayyor bo'lish arafasida. 20 kundan keyin ushbu kartoshka mahsulotlari yig'ishtirib olinadi. Bu 10 gektar yer maydonida jami 31 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaliklar 32 sotix yer maydondan yer ajratib berilgan. Bu yerda ushbu dehqon xo'jaliklarga mahsulotlarni o'z vaqtida amalga oshirish, hosillarni birgalikda samarali amalga oshirish uchun G'afforov Elmurod dehqon xo'jaligi lidda tadbirkor sifatida biriktirib berilgan. Ushbu yer maydondan har bir gektardan o'rtacha 18 tonnadan jami 180 tonna hosil olinishi rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ham ikkinchi ekin uchun ushbu dehqon xo'jaliklar tomonidan yuqori daromadli ekin turlari ekish rejalashtirilgan.